ularga foyda tegishi uchun shu YouTube'imiz shu YouTube anaqalari bor, qoidalari bor. O'sha qoidalarga amal qilamiz. Hozir o'sha efirimizda shu muolajalar qilinadigan bo'lsa, ya'ni o'sha YouTube qoidalaridan o'sha avtoriski tushib qoladi bizga azizlar. O'shaning uchun ikkinchi o'rinda bemorlar kimnidir yonida yosh bolasi bor, emizayotgan bo'ladi, qari odamlar bor. Men bitta ikkita qilib ko'rdim o'sha muolajani uzoq masofada. Kimdir tomog'imga shuni tiqildi dedi, ko'chaga qarab qochdim dedi, qusish uchun. Bolalarim cho'chib ketdi dedi. Ko'zlarim aynalib, g'alati bo'lib qoldim dedi. Efirdan keyin telefon qildi-da, o'shandan keyin to'xtatdim men. Chunki bemorlarni kontrolga olib turib muolaja qilmasa bo'lmaydi. Kimdir qusaman deb mashga tiqiladi kimdir. Nafas siqib qoladi. O'sha bemorni nazorat olib turib holatiga qarab muolaja qilmasa, u bemor nima bo'lyapti, nima qo'yilyapti, u efirda